nima uchun ba'zi insonlar muvaffaqiyatga erishadi hayotda, boshqalar esa umr bo'yi hech narsaga erisha olmasdan qolib ketadi. Bu narsani o'ylash boshlaganimga ancha yil bo'lgan, примерно 3-4 yil oldin bo'lgan. O'sha vaqtda 4 yil oldin bo'lgan. O'sha vaqtda so'rardim. Davron aka bilan birga ishlaganimizda so'rardim, "Aka, nimaga bunaqa?" Misol uchun Davron aka yoki men qanaqadir yangi sohada o'zimizni sinab ko'rsak, bizda o'xshaganda. Nimada sinab ko'rsak o'xshagan. Misol uchun men target bilan shug'ullanishimdan oldin birinchi O'zbekistonga qaytadigan bo'lsak, Dota o'ynaganman, kompyuter o'yini. Shu o'yin bo'yicha men O'zbekistonda yaxshi o'yinchi bo'lganman. O'zimning shahrimda Namanganda top 3 talikda bo'lganman. Vaqtida top 1 ga ham kirganman. Eng kuchli o'yinchi ham bo'lganman. Dotadan keyin kartochniy fokuslar bo'yicha boshlaganmiz. Kartada fokuslarni qilish bo'yicha Davron aka bilan shug'ullanganmiz. Bunda ham qisqa vaqt ichida juda yaxshi darajaga chiqqanmiz. Bu bo'yicha ham Namanganda, nafaqat Namanganda, O'zbekistonda top 5 talikka kirganmiz. Ya'ni bilamiz-ku, ko'p emas bunaqa odamlar. Yaxshi shug'ullanishimiz orqali yaxshi natijaga erishganmiz. Ko'pchilik boshlagan bizga o'xshab, biz o'rgatasan degan, biz ham o'rgatardik. Ko'pchilik yarim oy shug'ullanib, 1 oy shug'ullanib, eplolmasdan tashlab qo'yardi. Men shunda Davron akadan so'rardim, qiziqardim-da, nimaga yoki biz nimadir qilsak o'xshaydi har safar, boshqalar qilsa o'xshamayapti. Men shu savolga javob topolmaganman. Yaqinda bir komment yozib qolishdi. Hamma o'quvchilaringiz ham muvaffaqiyatga erishmaydi-ku, siz faqat erishadiganini ko'rsatasiz deb. To'g'ri. Hamma o'quvchilar ham muvaffaqiyatga erishmaydi. Men bugun ushbu mavzuda gapirmoqchiman. Nima uchun bunaqa? Nima uchun ba'zilar erishadi, nima uchun boshqalar erishmaydi? Sababi shunaqa ekanki, o'sha 4 yillab o'ylashim, izlanishlarim mobaynida men topgan narsam barchasi borib fundamentga taqalar ekan. Ya'ni, misol uchun bu yerda ko'rishingiz mumkin, target sohasini o'rganganimdan keyin meni hayotim o'zgardi. Momentalni. Anaqa overnight success degan narsa bor. Bir kunda hayotingiz o'zgaradi, lekin overnight success bir kunda hayotingiz o'zgarishi uchun siz 5-10 yil mehnat qilgan bo'lishingiz mumkin-da. Odamlar ko'rinmaydi. Targetni o'rganda siz hayotda o'zgardi deb o'ylaydi. Lekin nima uchun o'quvchilarni qisman yaxshi natijaga erishadi-yu, qolganlari eplolmaydi? Misol uchun 40% o'quvchilarimiz примерно yaxshi natijaga erishib pul topishni boshlaydi. Yana 30% yoki 20% o'rganadi, pul topishga qiynaladi. Misol uchun qolgani hech narsa o'rgana olmaydi ham даже. Pul topish darajasiga ham yeta olmaydi. Gap programmada deyiladigan bo'lsa, pul topadigan odamlar ham topmaslik kerak edi aslida. Ya'ni programma ishlamaydi degan xayol keladigan bo'lsa, yo'q. Programma ishlamasa, men bu 30-40%, 50% qatdan pul topishni boshladi bu insonlar. Qanaqa epladi bu insonlar? Demak, programma ishlaydi. Programma ishlasa, nega qolganlari eplolmadi? Nega qolganlari pul topa olmadi? Mana shu yerda fundament o'yinga kiradi. Men o'yladim, men nima soha sinasam ham, o'zimni nima sohada sinab ko'rsam ham o'xshaydi. Sababi menda fundament kuchli bo'lgani uchun ekan. Misol uchun target sohani men targetga kirib o'rganish boshlagandan keyin siraz muvaffaqiyatga erishgan bo'lsam, undan oldin menda fundament kuchli bo'lganda. Misol uchun men rus tilida gapiraman, men ingliz tilida gapiraman. Yoshligimdan maktabda yaxshi o'qiganman. Aqliy salohiyatim yaxshi bo'lgan. Yoshligimdan internet bilan shug'ullanib kelganman. Misol uchun 5-6 sinfligimda men internetdan foydalanib kelganman. O'shanda Dota o'ynaganimda onlayn internetga kirib olib o'ynardim. Uyimizda u paytda bunaqa tez internetlar bo'lmagan. Fax modem degan internetlar bo'lardi. Domashniy telefonni kabel orqali kompyuterga tiqib, kartochka olib kelib, matbuotlardan o'sha kartochka orqali internetga to'lab foydalanardi. Juda ham sekin bo'lgan. O'sha vaqtda men foydalanib yurardim. Problem solving skillslar bor, masalan, muammoni yechish mahoratlari. 5-6 sinfligimda menga yangi kompyuter olib berishgan, chunki men kompyuterga juda ko'p ketib qolardim kompyuterxonaga, ko'chaga chiqib kompyuterxonaga bormasin deb uyga olib berishgan menga. O'shanda buzib qo'yganman. 2 kundan keyin buzib qo'yganman, qo'rqqanman. Va buni hal qilishim kerak men. Internetdan ko'rib tanish bilishlardan disk olib kelib, diskka tiqib kompyuterga o'zim sistema qilganman. Eng birinchi marta
uni sinab ko'rganman, buni sinab ko'rganman, kompyuterga persistema qilganman, perustanovka qilganman sistemasini. Hozir ham menda qanaqadir muammolar chiqadigan bo'lsa, men muammoni hal qila olaman. Qiynalib bo'lsa ham muammoni hal qilaman. Ya'ni muammoni hal qilish skillari ham bor. Ya'ni menda fundament borligi uchun target sohasini o'rganganimda qiyinchiliklar keldi. Qanaqadir aqliy salohiyat ko'proq kerak bo'lgan joyda menda aqliy salohiyat bor edi. Texnik ko'nikmalar kerakli bo'lgan joyda menda texnik ko'nikma bor edi. Yoshligimdan kompyuter bilan shug'ullanib kelganman, internet bilan shug'ullanib kelganman. Sabr kerakmi? Menda sabr bor edi. Men sabr qila olaman. Tirishqoqlik kerakmidi? Tirishqoqlik bor edi menda. O'xshamasa ham eplay olaman. Даже qanaqadir muammo chiqib qolganda, muammoni hal qilish uchun men tunda 4-5 gacha uxlamasdan muammoni hal qilish ustida ishlardim. Atrof muhit ham juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni puzzle deganimda, puzzlelar yig'ilib boradi. Siz har kuni qatdandir nimadir olasiz, qanaqadir atrof muhit sizga ta'sir qiladi, tashqi faktorlar ta'sir qiladi, puzzlingiz to'lib boradi. Va qachondir puzzlingizni oxiriga yetishmagan bo'lakini topganingizda puzzle tayyor bo'ladi, muvaffaqiyatga erishgan bo'lasiz. Kimdir masalan targetni hozir o'rganish mumkin-da, nimadir eplay olmasligi mumkin. Lekin qaysidir ko'nikma demak bu insonga yetmagan. Ana o'sha ko'nikmani o'rgangandan keyin уже puzzle tayyor bo'lishi mumkin. Ana o'shanda target orqali, допустим, daromad qilish mumkin. Bu narsa nafaqat targetga, любой sohaga taalluqlidir. Sotuv sohasida bo'lasizmi, dasturlash sohasida bo'lasizmi, grafik dizayner sohasida bo'lasizmi, hammasi xuddi shunaqa ishlaydi. Hayotda muvaffaqiyat shunaqa ishlaydi. Oldingi ko'nikmalaringiz yig'ilib puzzle yig'ilib boradi-da, oxiri bitta bo'lagi topasizda, joylaysiz, puzzle tayyor bo'ladi. Va xuddi shunaqa ko'p o'xshat olmagan odamlarda mana shu fundament yo'q, puzzle tayyor bo'lmagan bo'ladi. Ya'ni qanaqadir bo'lagi qolib ketgan. O'shaning uchun ham ko'pchilik eplolmaydi. Ko'pchilik o'zini ustida ishlamaydi o'zi aslida. Buni bilasizlar juda ham. Maktab bilimidan keyin shu bilan o'zini ustida odamlar ishlashga fokus ham qilmaydi, qo'shimcha narsalarni o'rganishga harakat ham qilmaydi. O'shaning uchun ham 90% insonlarda zamonaviy sohalarni, yangi sohalarni o'rganishda daromadni 10 karraga oshirishda muammo bo'ladi. Nimaga? Chunki fundament kam bo'ladi juda ham. Shuning uchun ham men o'yladim o'shanda nimaga bizda o'xshaydi? Bizda chunki fundament ko'p. Nafaqat men maktabda yaxshi o'qiganman, ingliz tilini bilganman, rus tilini bilganman. Ya'ni atrof muhit menga sababchi bo'lgan qisman. Yoshligimda og'aynilarim rus bo'lgan. Polni ruscha gaplashib yurardim. Men rus maktabda o'qimaganman misol uchun. Kollejda ham o'zbek gruppada o'qiganman. Og'aynilarim rus bo'lgani uchun ruscha gaplashib yurib, rus tilini yaxshi bilganman. Ingliz tilini maktabda yaxshi o'qiganman misol uchun. Sinfimizda eng kuchli o'quvchi bo'lganman ingliz tilidan. Boshqa darsda imtihon bo'lsa, biz boshqalardan ko'chirsak, ingliz tilidan imtihon bo'lganda mendan ko'chirishardi. Чтобы tushunishingiz uchun ingliz tilida men 1-2 yil oldin yurardim sinfdoshlarimga qaraganda. Misol uchun 7-sinf dasturini biz boshlaganimizda men 8-sinf kitobini tugatardim. Menda o'zimda qiziqish ko'p bo'lgani uchun. Undan keyin Rossiyaga bordim, Koreyaga bordim. Ko'p faktorlar bor. Pul ilmini o'rgandim, kitoblar o'qidim boshida. Men targetga kirishimdan oldin ham уже qanaqa ko'proq pul qilish bo'yicha izlanib yurganman. Atrof muhit katta ta'sir qilgan. Masalan, Namangandaligimda, Davron akani uchratganimda menga bu juda ko'p ta'sir qilgan. Men kompyuterxonada yurardim, kompyuter o'ynab, Davron akani uchratib qolgandan keyin уже men atrof muhitim o'zgargan. Men o'zim yashardim, Davron akam o'zlari yashardilar. Meni uyimda ko'p birga shug'ullanardik karta bo'yicha. Shu bilan men umuman atrof muhitimni almashtirganman. Do'stlarimni как бы befoyda vaqt sarflamasdan Davron aka bilan birga ko'proq yurib kitob o'qishni boshlaganman. Birinchi Robert Kiyosakini Boyota qashshoati kitobini o'qiganman. Endi bu kitob ko'pchilik yaxshilaydi, ko'pchilik yomonlaydi. Masalan, Davron akani o'zlari ham bu kitob ko'pchilikka tavsiya qilmaylar, lekin meni hayotimni o'zgartirgan kitoblardan bittasida. Meni hayotim o'zgarishiga Davron akani uchratganim ta'sir qilgan bo'lsa, undan keyin shu kitobni o'qiganim ta'sir qilgan. Ya'ni pul qanaqa ishlashni men bilganman. Pulni qanaqa ko'paytirishni bilganman-da. Qisman ta'sir qilgan. Ya'ni shu Boyota qashshoati ham yuzlab puzzle to'lish uchun bo'laklar bo'lsa, bitta bo'lagiga shu kitob ham tushganda, qiziqishni boshlaganman shu ko'proq pul qilishga, biznesga qiziqishni boshlaganman. Rossiyaga borganman. Rossiyadan keyin Koreyaga bordim. Koreyadan keyin ko'plab endi yangicha fikrlash paydo bo'ldi menda. Ya'ni yangicha fikrlash ham bu puzzlening bitta qismi. Ya'ni yangicha fikrlash qanaqa? Menda shunaqa potensial miyada keldiki, что men $1 million qila olaman. Конечно, men hozir $1 million qilganim yo'q. $1 million yarmini примерно qildim desa ham bo'ladi.
lekin men ko'rdim shu narsa mumkinligini. Ya'ni fikrlash o'zgardi, paradigma o'zgardi. Paradigma bu dunyoni siz qanaqa ko'rishingiz. Men dunyoni boshqacha ko'rishni boshladim. Ya'ni imkoni borligini ko'rdim va imkoni bormi, davay men boshlayman deb harakatga kirishdim. Siz yangicha fikrlamasangiz, oyiga $10,000 topish mumkinligini umuman xayolingizga kelmasa, siz qilmaysiz bu narsaga harakat ham, to'g'rimi? Chunki sizda уже miyada blok bor, что bu narsaning iloji yo'q. Bizda ko'pchilik aytadi-yu, ko'p pul topish uchun jinoyatchi bo'lish kerak yoki qanaqadir siyosatchi bo'lish kerak yoki harom pul bilan topish kerak. Ko'p pul topganlar harom topadi, halol yo'l bilan topmaydi. Shunaqa fikrlashlar bor-da bizda. Yangicha fikrlashni boshlaganingizdan keyin siz o'z imkoniyatlarni ko'rish boshlaysiz. Bu ham puzzlening bitta qismi hisoblanadi. Ya'ni targetni kimdir o'rganishni boshlaydi. Hamma bloklari bor, faqat aytaylik, kompyuter savodxonligi yetishmaydi u insonga. Eplolmaydi, muammolar chiqadi. Kompyuter savodxonligi yetishmagani uchun u inson oldin kompyuter bilan hech qachon shug'ullanmagani uchun bu sohani eplolmaydi. Menga o'xshamadi deydi. Yoki kimdir sabrsizlik qiladi, tirishqoqlik kam bo'ladi u insonda. Yarmida tashlab qo'yadi. Shuning uchun ham shu fundamentlar bo'lmagani uchun ham qisman insonlar, fundamenti bor insonlar muvaffaqiyatga erishadi, fundamenti yo'q insonlar muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Va bu hayotda har bitta sohada muvaffaqiyatga erishish uchun kerak bo'ladigan puzzle bo'ladi. Ya'ni siz muvaffaqiyatga erishishni boshladingizmi, demak puzzle tayyor bo'ldi sizda. Hali muvaffaqiyatga erisha olmayapsizmi? Demak nimadir yetishmayapti sizda. Qattiqdir to'ldirishingiz kerak, puzzle qattiqdir to'ldirishingiz kerak. Reverse engineering degan narsa bor ingliz tilida. Ya'ni muammo chiqqanda muammoni qanaqa qilib hal qilishi metodikasidan foydalanib, sizda qanaqa puzzle yetishmayotganini bilsa bo'ladi. Misol uchun orqadan qaytib kelish kerak edi. Pul topmadingiz oxirgi oy ichida. O'zingizga savol berasiz. Nimaga men oxirgi oy ichida pul topmadim? Javob berish boshlaysiz, oxirida muammoni yechimi chiqadi. Nimaga oxirgi oy ichida pul topmadingiz? Chunki ishlamadingiz. Okey, nimaga ishlamadingiz? Chunki ish yo'q edi. Nimaga ish yo'q edi? Chunki siz o'rningizga boshqa ishchini olib qo'yishibdi. Nimaga siz o'rningizga boshqa ishchini olishdi? Chunki siz qilaman degan ishda konkurent ko'p, misol uchun. Siz bo'lmasa boshqasini ishga olishadi. Yoki o'tgan oy nimaga $1000 emas, $250 topdingiz? Chunki siz ishlaydigan sohada $250 dan ko'p pul berishmaydi. Muammo hal. Orqadan kelsangiz, nima qilishingiz kerak, чтобы $250 dan ko'proq qilish uchun? $250 dan ko'proq pul beradigan korxonalarga kirish kerak. Yoki $250 dan ko'proq haq to'laydigan birorta sohani o'rganish kerak. Bunaqa sohalarga nimalar kiradi? Masalan, dasturlash, grafik dizayner bo'lish mumkin, target bo'lish mumkin. Bunaqa sohalar ko'p. Xuddi shunaqa qilib topasiz. Targetdamisiz? Misol uchun, oxirgi oy klient topa olmadingiz. Nimaga topa olmadingiz klient? Chunki tadbirkorlar bilan gaplashmadingiz yetarlicha. Chunki tadbirkorlar bilan gaplashsangizgina klient topasiz, to'g'rimi? Nimaga yetarlicha tadbirkor bilan gaplashmadingiz? Chunki sizga yetarlicha murojaat kelmadi. Yetarlicha tadbirkor sizga yozmadi. Birga ishlasak bo'ladimi deb yoki xizmatingizga qiziqib. Nimaga yetarlicha tadbirkor sizga yozmadi? Chunki yetarlicha reklama qilmadingiz o'zingiz. Yetarlicha odamlarga yetmadingiz. Men target bilan shug'ullanaman, biznesingizni rivojlantirishga yordam beraman deb yetarlicha odamga yetkazmadingiz. To'g'ri, muammoni shu reverse engineering qilib, orqadan kelib topsa bo'ladi. Tushundingizmi? To'g'ri, shunaqa puzzles 50% ga to'lgan bo'lsa-da, ustiga target qo'shsangiz, puzzle 60% bo'lishi mumkin. Ana siz lekin 100% bo'lmagani uchun muvaffaqiyatga erisha olmasligingiz mumkin. Targetda zo'r ishlab keta olmasligingiz mumkin. Shunaqa tomonlari ham bor. O'shaning uchun ham kimdadir o'xshaydi, kimdadir o'xshamaydi. Odamlar shu sohaga kirib, pul topib, non topib yuribdimi? Demak, bu soha ishlaydi, bu program ishlaydi. Eplolmayotgan odamlarda puzzle hali to'lmagan. Baza hali yo'q, yetarlicha baza yo'q. Fundamentni mustahkam qilish kerak. To есть, har bitta sohada yaxshi natija olsa bo'ladi. Sabr kerak, puzzle to'lish kerak. Ko'pchilik boshlaydi, eplolmaydida 90% puzzle to'lgan bo'ladi. Nimadir yana qo'shsa, o'sha eplab ketish vaqtiga yetib qolgan bo'ladi. Lekin tashlab qo'yadi, puzzle esa to'lmasdan qoladi. Shu bilan ketdi, bo'ldi. Boshqa narsani sinab ko'radi. Boshqa narsada ham xuddi shunaqa, puzzle to'lish kerak muvaffaqiyatga erishishingiz uchun. Boshqa joyda ham 80-90% ga boradi.
Puzzle to'lishiga ozgina qolganda, bu ham bo'lmas ekan deb tashlab qo'yadi. Ko'p insonlar xuddi shunaqa. U sohadan bu sohaga sakrab yurishadi. Bitta sohani ushlab, oxirigacha borib, puzzle to'ldirib, yaxshi natijaga erishishgacha sabr qilisha olmaydi. Endi sabr ham aytganimdek bitta puzzle bir qismi. Tushundingizmi? To есть, meni xulosam bo'yicha xuddi shunaqa fundament muhim. Har bitta odam muvaffaqiyatga erisha oladi, qachonki fundament bo'lsa. Yana qo'shimcha qilib qo'yishim kerak bo'lgan narsalar bor. Cause and effect va compound effect degan terminlar bor. Cause and effect degani bu sabab va oqibat, sabab va natija desak ham bo'ladi. Ya'ni siz sababini qilasiz va oqibatini, natijasini olasiz. Ya'ni biz puzzle'imizni yig'ishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Sababini qilishimiz kerak. Yillar mobaynida sababini qilamiz, natijasini olamiz. Даже ba'zida o'zimiz bilmagan holda nimadir qilgan ishimiz natijani berishi mumkin. Ya'ni har kuni, har oy nimadir qilib, yangi ilm o'rganib, yangi kurs ko'rib, biz sababini qilib yuramiz. Compound effektga keladigan bo'lsak, compound effekt bu to'planib borish effekti. Bugun erishgan natijangizga 10 yil oldin nimadir qilgan aytaylik ko'zingiz, ya'ni sababingiz ta'sir qilishi mumkin. Yig'ilib boradi, har bitta qilayotgan sababingiz oxirida natija beradi. Misol uchun, 10 yil oldin inglizni o'rganib, ozmoz gapirish o'rganib olgan bo'lishingiz mumkin va ana o'sha qilgan ko'zingiz boshqa sabablaringiz bilan birga yig'ilib bugun natijasini berdi. Ya'ni compound to'planib bordi shu sabablaringiz. Misol uchun odamlar aytadi-yu, universitetda o'qish kerak emas deydi-yu, lekin endi hamma ham aytmaydi, ko'pchilik universitetda o'qish kerak emas, universitetda o'qiganingizdan keyin hech narsaga erishmaysiz deyishi mumkin. Men ham oldin shunaqa fikrlaganman, lekin noto'g'ri bo'lgan. Compound effektga keladigan bo'lsak, universitetda o'qiganingiz ham, u yerdan nimadir olgansiz, o'sha ham yig'ilib oxirida o'zining effektini bergan. Maktabdan qanaqadir ilmni olgansiz, universitetdan ilmni olgansiz, kollejdan ilmni olgansizda to'planib borib, shu oxirida o'zining natijasini bergan. Universitetda o'qimasdan qilganingizda balkim erisha olmagan bo'lishingiz mumkin edi o'sha narsaga. Chunki o'sha natijaning ichida universitetda ham o'zining hissasi bor qisman. Lekin bu narsani bila olmaysiz, eng qizig'i. Oxirida bilib bo'lmaydi muvaffaqiyatga erishganingizda. Hissasi bormi, yo'qmi? Odamlar aytishi mumkin, men zo'r natijaga erishdim, universitetda hech qanaqa foydasi tegmadi bu natijaga erishishimga deyish mumkin, lekin u inson bila olmaydi. Foydasi tegdimi, tegmadimi? Chunki universitetda juda ham ko'p sabablarni qilgan. 4 yil, 5 yil, 10 yildan keyin eslolmaydi. Qaysidir universitetda olgan ilmi shu natijaga erishishga yordam berdimi, bermadimi? O'shaning uchun nima qilishimiz kerak? Har kuni sababini qilishimiz kerak. Qachondir albatta sabablar to'planib boradi va Xudo xohlasa puzzle'imiz tayyor bo'lganda muvaffaqiyatga erishamiz. Omad do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like bosing, do'stingizga ulashing, mehnat qilishdan to'xtamanglar, sababini qilishdan to'xtamanglar. Savollaringiz bo'lsa izohda yozib keting. Men har bitta kommentlarni o'zim o'qiyman va javob beraman.